Abdulloh meni xuddi arablardek milliy bosh kiyimi bilan kiyintirib qo'ydilar. Shukran Abdulloh. Endi borib tuyalarni ko'ramiz. Bu yerdagi tuyalar sportchi, poygachi tuyalar hisoblanadi. Lekin nima uchun Abdulloh ularni og'zi boylangan? This is 3 times eating, not eating anything. First eating برسيم أخضر, شعير and vitamins, yeah, and milk. Azizlar, chempion tuyalarga o'zlari aytib o'tganlaridek o'tlarini, hashaklarini berishadi va sut ichishar ekan. Tuyalar sigirni sutini ichishar ekan.